tovushi, ko'zimning nuri, asomatimda qolgan omonatgina duruga qaram. Onajonim, farzandlar nomidan ushbu e'zoz, ehtiromni qabul etgaysiz. Akmaljonning farzandlari bor, musofirda Mahliyoxon kelalari, Mehrojbek, Qani Islomjon. Allohim onajoningiz umrlari uzoq bo'lsin. Davom ettiramiz. Yanımda külük yığılmayan
Bilmasmışım bu yalan yalan. Chiroyli gulduros qilsa kerak bo'lsin. Muhtarama ona qurilicham. 5 farzandning volidi muhtaramasi. Avvalambor bugun Xudoyimga banda, Rasulimga ummat bo'lgan kuningiz. Tabarruk hamda ulug' qutlug' 73 yoshingiz muborak bo'lsin. Bugun biz dunyodagi eng chiroyli, samimiy salohiyatlarimizda yuragimizga rosa to'kib, mehr bog'idagi, mehrli guldastalarni oldagi ko'zda yosh bilan. Ayniqsa meni bu jonim bor, jonu jaholim bor. Meni hattoki onamdan ham ortiq ko'rgan, bag'rida butun umr asrab avaylagan 2 yil bo'ldiki, ularni qo'llarini ko'zimga surtib, bag'rimga bosa olmaganim, bu jonimni sog'indim degan qaysi bir o'g'il yoki kelin yoki nabirangiz bo'lishi mumkin. Nabiralarim bor, o'g'illarim bor. Akmaljon o'g'lim bor, Javohirjon nabiram bor. Islomjon nabiram bor. Mehrajonim bor. Shularning qaysi bir tomonda kelgan deb o'ylaysiz? Nima qilay, qaysi bir ekan bilmasam. Hamma bular Mehrajon bor, birinchi boshchilik qilayotgan o'zim katta qilganman. Islomjonim bor. Chiroyli qarsakinglar. Haqiqatan ham bugun Mehrojbek tanamda qonim bor. Bir buvimni holidan xabar oling. Ularni sochlaridagi oqlarga, yuzdagi achillarga men ko'proq sababchiman. Bu jonim nimagadir mana shu ancha sog'liqlarga yo'qotdilar. Lekin men bugun go'yoki bo'ygutik bormoqchi bo'ldim-ku. Lekin bugun kaftlarimdagi duolarimni qargal, buvimni, onamni umrini uzoq qilganda, mana shu qurbon hayitda ham bu jonni duo qildim. Lekin men o'g'lingiz qatorlarda noringiz bo'lgan Akmaljon, kelingiz Mahliyoxon ko'proq men opam Nigoraxonga ishondim. Bilaman, mehr oqib qolganingizda kutar edingiz Toshkentda bo'lgan Nigoraxonni mana shu darvozaning yonginasida. Nigora, bu qush ustunli imoratlaring bitsa, Xudo xohlasa, lekin suyaklarimda iliklarim qurigani bilan otangga bir va'da bergan edim. Alloh ularni rahmat etsin-u. Nigoramni bu dunyoda eng baxtli va baxtiyor bo'lishiga ko'proq Akmaljon sababchi. Va nihoyat o'ylar bitdi. Endi mana siz ekan. Yaqinda nabira kelinlar olibsiz. Yana Xudo xohlasa kelinlar ketdi, kelinlar kelsa. Lekin Akmaljon aytdilarki, opam Nargiza, singlim, mana bugun qolaversa yonimda turgan Nigoraxon uchun meni jigarlarim bor. Shuhrat akamni yoningizga chaqiring. Chunki men ularning kiyimlarini kiyib katta bo'ldim. Nima bo'lganda ham oilamizni tayanchi ustidan. Birgina iltimosim, onamni qaytib topolmaymiz. Chunki mehringni qamama ko'ngil xonangga, tug'dirgan otangga, tuqqan onangga. Bilaman, boyligida qadriga yetgan tuproq olganlarni bermasga qaytib. Demak, hozir akamizni mahkam har birimiz bag'rimizga bosamiz. Kelishdikmi? Akajonim, marhamat. Like
Babam şine çay kura Kucağındaki babamı Alıcı gülü babam Kukelindeki babam Babam şine çay kura Kucağındaki babamı Güzel havalar Soslu gülmeyin Şidarlı havalar Sapsap etmeyin Olmaz bararat Ruhum neymi sağlam Rahmine doğrar Bir kurkayı bir sağlam Alıcı gülü babam Kukelindeki babam Babam şine çay kura Kucağındaki babamı Alıcı gülü babam Kukelindeki babam Babam şine çay kura Kucağındaki babamı Şimdi yollar, yuvarlak Allah, ruzu boyma, defterin noktalar, yoldan yurdu, aşırı yurdu, kabul izliyor, yol biyor, alıcı gülü babam, kelindeki babam, babam şiler caybura, bu keredeki babam, alıcı gülü babam, bu kelindeki babam, babam şiler caybura, bu keredeki babam. Karanlıkta çıktım, sevgimi aksandım, asla yüzlerim, yıllarım yıkıldı, hayallerim, için yalan olsun, o seni hem teslim, gidelim kendine. Hayatın yalan, şurayı kendine, kendine, yalnız değil kendine, şurayı güzel yalayla, buradan çıkıp kendine.
farishtalarni ozginagina toliqtirib qo'ydik. Aslida sodda dilim jannatim bor. Bor obro'yim savlatim bor. Baqosiq boyligim, o'zimni chiroyligim. Bugun iboralar ichida nabirangiz Laziza xonimning ham shukrona kunlari ekan. Va nihoyat bugun yana xonadoningizga quvonch hamda shodlik. Dashajonim o'zini qalbidan joy olgan nozanin xondek bugun sadoqatli yo'lga peshvoz chiqib, albatta o'z xonadonida bek hamda begonim bo'lib baxtli davronni boshladilar. Kelamiz hozir ijozatingiz bilan mana shu xonadonning go'zal qirolichasi, malikalar malikasi bo'lgan davramizni to'ridan Lazizaxon hozir o'ynab kirib keladilar. Biz esa kimni sovg'asi bo'lsa shu qizimizni ham ammajonlar, xolajonlari hammamiz qutlab qo'yamiz. Davramiz to'rida qo'shiqlarimizga ehtirom bilan. Nargizaxon boshlab kelasiz. Hali tushunmayaptilar. Davramiz to'rida keladilar. Marhamat. Olib chiqsalar hamma. YouTube kanali. O'zimni gulli xonim, ko'ngli say xonim, ishonganingiz, ishonchingiz bu qizimga ham ilohim baxti to'la to'kis bo'lsa. Azizlarim bo'lgan, biz albatta Akmaljon bilan Maqluqon nomlaridan va Mehrojbek Islomjonlar nomidan asta-sekin onamizni poyiga oqsa gulchambarni sochib, qalblarga shodlikdan qasrni qurar ekanmiz, shodiyona tortini olib kelganmiz. Qani, marhamat. Qarsa kela bilan. Poyiga oqsa gulchambar sochib, qalbiga shodlikdan qo'rg'on qilaman. Hayotida yangi sahifa ochib, onamni eng baxtli ayol qilaman. Quvonch elchilari turar yo'l bo'ylab, yuragim tubiga mehrni joylab, hammadan ham ko'proq asrab avaylab, onamni eng baxtli ayol qilaman. Man qaraman, onamni eng baxtli ayol qilaman. Xudo xohlasa qaraman, onamni eng baxtli ayol qilaman. Man qaraman, onamni eng baxtli ayol qilaman. Xudo xohlasa qaraman, onamni eng baxtli ayol qilaman. Birgalikda tabriklaymiz. Endi musofirdagi nabiralaringiz va Akmaljon onam yig'lamasdilar. Bizni ham yotsirayapti to'rtta tomonimiz. Kunlar o'tar yaxshi guvonim. Onajon bilasizmi? 2 yil bo'ldiki, sog'inchlarda qiynalar jonim. Sizni juda ham qattiq yaxshi ko'raman. Gohida bilib-bilmay qalbingizga ozor bergan bo'lsam, hammasi uchun uzr so'rayman deya ushbu qo'shiq sadosi ostida sekin tortni kesib olamiz. Qani, marhamat. Dunyoda sarson sarson, qadrim ham arzon arzon, xorligim onamga aytmang. Yuribman devonaday, o'z-o'zimga begonaday, dardlarimni onamga aytmang. Singan qalbim bilan kulib, oqna suvda baliqday suzib, yuribman onam
boshqa agar o'ynab bersangiz, dilingizdagi g'uborlaringiz chilparchin bo'lib, ko'z oldingizga asomidotam bilan eng baxtli davronlaringiz keladi. Va hozir bugun Nigoraxon ham sizdan bir og'iz kechirim so'raydi. Onam hayotimni dardkasha, menga butun bir umr nafsi halolim, yuragi toza mohtobonim. Men sizni shunchalar yaxshi ko'rar ekanmanki, endi sizni bizni qarzim katta. Yelkalarimiz o'pishlar bo'lsa-da, bugun 3 akam, 2 qiz katta hajlarga olib borish niyatlarim bor degan so'zni aytdilar. Xush kelibsizlar hammalaringiz. Baxtimizga ham sog' bo'lsin. Xudo xolasa niyatimiz bor, kelasi yilga o'g'limni uylantirsam, olib borish niyatim bor. O'g'lalarga Qaytsa kelib kelsin. Alloh rozi bo'lsin. Hozir chiroyli qo'shiq o'ynaysiz, hamma o'ynash kerak bo'ladi. Qaysi biri bo'lsin? Alyonushka bo'lsinmi? Yoki bo'ladi. Shahar Qur'onga bo'lsinmi? Siz Qur'onga chiroyli o'ynaysiz, a? Qani? Marhamat, Jasurbek iste'dodsiz solasiz. Dada g'uborni to'kayotganlar, Qurbon hayitini yorug' yuz bilan qarshi olganlar, ushbu xonadonda to'y bo'lsin deganlar, to'yib o'ynasin. Marhamat. Va nihoyat boshimda soyabonu duosi qo'rg'on. Men uchun dunyoda eng aziz inson. Aslida bag'ringiz chin, baxtlarga makon, sizni boyligingiz baxtdir onajon degan Nigoraxon yana bir taklif kiritdilar. Nargizaxon, meni opam bor, dunyolarga sig'mayman. O'zim musofirda yurgan chog'imda opam ko'tardilar g'amimni, to'ldirdilar kamimni, mendek ko'ngli yarimni, yaxshiyam bitta bo'lsa-da opasi bor. Bugun Shuhrat akam, Shavkat akam o'ng tomonimda bo'lsa, so'l tomonimda Akmal akam, kelinoyi Mahliyo hamda opam Nargizalarda. Demak, qiyomatda ham esingizda bo'lsin, opa senga hech qachon birga bo'lmas ekan. Marhamat. Assalomu alaykum, she'rga kelgan mehmonlar va mezbonlar. Mana bugun ayamni tug'ilgan kuni ekan. Ayajonim, baxtimizga omon bo'ling, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Hamisha shunday yuring, baquvvatgina bu. Singlimga shuncha qiynalib ishlagan bo'lsa, shunday yonida turib berdim. Rahmat, shunday singlim bor deygan. Bundan 3ta 4ta bo'lsa ham yomonmas edi. Allohim barcha sog' bo'lsin, o'g'lini uylantirsin, nasib bo'lsa yaxshi kunlar ko'p bo'lsin, hamisha turib berishga tayyormiz. Biz sizlarga qayrashdan oldin hozir ilk bor qadamni Shuhrat aka bilan Shavkat aka boshlaydilar, hatto Nigoraxon ham. Davramizda kimda kim bo'lsa, onamdek yaxshi ko'rganim uchun opajonimni men shu kungacha hech narsa qilib ulgurmadim va opamni qattiq yaxshi ko'rishimni shu qo'shiq orqali yetkazib qo'ying degandilar. Qani Nigoraxon chiroyli qilib yetkazib, bag'rimizga hammamiz bosamiz. Kelin, amma, xolalar, yangalar, marhamat. Meni juda yaxshi ko'rgan opam, qo'limdan ushlab yurgan opam, har kim erka kulgan opam, mehribonim jonim opam. Opajonim meni, siz mehribonim meni, yig'lasam chog'lar o'tirar hammani. Opajonim meni, siz mehribonim meni, yig'lasam chog'lar o'tirar hammani. O'zim bildim ko'zim bilan ko'rganlarim, goh eslarga xotinim yurganlarim, yaxshi yomon kunlarimda yonimda siz, hayotimning quvonchsiz jigarlarim, erkangiz argitangiz g'amlarimni, bitta to'ldirdingiz kamlarimni, omadlarga tutashtirgan yo'llarimga, hayotimning quvonchsiz jigarlarim.
Ciğerlerim, ciğerlerim beni geldim hatalarımı koruyup İftiroş bitmeyelim Ciğerlerim, ciğerlerim beni geldim hatalarımı koruyup İftiroş bitmeyelim Ming bor uzr so'raymiz. Axir Nozaninxon tomonidan ham kelib turgan qudalarimiz kutishib qolishdi. Ular ham xafa bo'lishmasin, sayyorona joy bemalol o'tirasiz. Bilaman, Robbim sizga shunaqangi chiroyli taqdirni bitdi. Siz shunday matonatli ayolsizki, butun bir umr qismatingizga qo'nib yashadingiz. Dardingizda dilingizga ko'mib yashadingiz. Armonlar daryosida asomatandan so'ng sho'ng'ib, cho'kib so'zib yashadingiz. Sizdek mard onani ko'rganim yo'q. Lekin bugun tilagim shu. Hech qachon taningiz dard bo'lmasin. Robbim uni o'zidan o'ziga muhtoj etmasin. Xudo xohlasa bundan keyingi hayotingizda umringiz sermazmunli, Xudo xohlasa Robbim sevadigan bandalar qatorida turing. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Bergan ne'mat uchun, to'g'ri sog' qilib, insonlar orasiga yurg'izib qo'ygani uchun Allohdan siz ham rozi bo'ling. Men o'ylaymanki, ibodatda polvonsiz. Farzandlaringiz aqli raso, iymonli. Nigora xonim o'g'li Mehrojonda ko'nglingiz to'lsin. Inshaalloh yuzingizni yorug', bergan tuzingizni oqlaydilar. Yaqinda kino olibsiz, Dilshodjonim dilshod bo'lsin deb. Katta Qo'rg'onimning fayzli, barakatli xonadonlardan biri qo'shnimning qizi bo'lmish. Adashmasam Nozaninxon Jonibijonning qizlari. Demak, shunday ekan, eng chiroyli lutfu nazokatga boy bo'lgan qizim, Xudo xohlasa taqdir uchun taqdir, baxti to'la to'kis, kelgusi yil onalik baxtiga musharraf bo'lsin-u, siz esa Allijonim deb ularni farzandlarini ham katta qilib berish Allohim nasib etsin. Azizlarim, barchangizga yana bir bora tashakkur. Bugun Qurbon hayit kunida nimaiki so'ragan bo'lsangiz Allohdan, Robbim barchasini ijobat qilsin. Qalbiy gunohlarimizni o'z mag'firat aylasin. Xudo xohlasa bu fayzli xonadonlarda Nigoraxon, baxtim yarim etmaysiz. Bu xayrli bo'ldi. Baxtingiz butun. Olingiz boshingizda boy qiz ekansiz. Akalar, jigarlar, ayniqsa meni nomimda Akmaljonlar Mahluxonga qadringizga yetganingiz uchun, yiqilganingizda sushaganingiz uchun va goh-gohda Mehrojon dadam deganda u ham tog'a ham ota bo'lgani uchun qiyomatda ham bu savolga o'zingiz javob berib, ularni qo'llarida mahkam ushlab, bag'ringizga bosib rahmat aytasiz. Azizlarim, yana bir bora kuningiz muborak bo'lsin.